Bizning navbatdagi mijozimiz Shahzod aka va biz ularga bir qancha ko'ylaklar tikib berdik. Shahzod aka, aytingchi, bundan oldin ko'ylak tiktirganmisiz? Bundan oldin ko'ylak tiktirganman. O'zi umuman odamlarda, ya'ni mana shu hamkasblarimizda ham eshitib qolaman. Men qimmat kostyum shim oldim deydi, zo'r galstuk oldim, lekin nimagadir yarashmaydi deydi. Buni sababi bitta, unga mos ko'ylak kiyish kerak. Kostyum shimga mos, galstukga mos ko'ylak kiyish kerak. Eng yoqali ko'ylaklarga galstuk taqib qolishadi-ku, конечно, yemaydi unaqa. Shuning uchun odamning o'zini g'o'dasini formasiga mos qilib, shu bo'ynlariga, ko'rinishiga mos qilib, yoqalarini o'lchash kerak va uni xuddi shunaqa Mahmud akamdagi yarashtirib tikib berish kerak deb o'ylayman. Menga hamma ko'ylaklar yoqdi aka. Xudo xolisa yana kelgusida ham siz bilan ishlash niyatim bor. Inshaalloh. Yana haqqilaridan tikamiz va odamlarga ko'rsatamiz va yoqsa albatta siz bilan bemalol ular ishlashadi degan umiddaman. Meni nomimdan kelsanglar, menimcha ozgina yig'ib Albatta, zo'r. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh karim keyingi storiesda, keyingi videolarda qolgan ko'ylaklarni